Men seni ko'ryapman. Qahramon Karim kuchini olibdimi deyman, pulni sanayapti. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Va alaykum assalom. Bu dollarmi bu? Koreyadan O'zbekistonga chiroyli sahnalarni chaqirtirdik. Aha. Kimki otasini yaxshi ko'rsa, onasini yaxshi ko'rsa, bizga bemalol murojaat qilaverasiz. Pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bu sahnalaringiz endi bu yubiley, tug'ilgan kunlar uchunmi? Tug'ilgan kun, yubiley qolaversa, bizda kelin, kuyov to'ylarga ham dekorativli pardali sahnalarimiz mavjud. Qahramon Karim, qarang, bizga ko'proq murojaat qilishadi. Ham otamni, ham onamni tug'ilgan kuni bir kunga o'tkazamiz. Shuna imkoniyati bormi? Albatta, shunaqangi imkoniyat faqat bizda mavjud. Ota, ona deb yozib berilasiz, demak, a? Yozib beramiz. Demak, kimga ajoyib, juda ham chiroyli sahnalar dekoratsiya xizmati kerak bo'lsa, Qahramon Karim pastda yozilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilamiz. Ketdik, поехали. Assalomu alaykum. Fasli bahor chog'larida azizlar, bizning dekoratsiyamizda o'zgacha imij, o'zgacha uslub, otajon, onajon yo'laklarimiz hozirda mavjud. Mana shunaqangi sahna bezaklari boshlovchi Qahramon Karim, Edbek To'rayev. Qolaversa, otam, onam, xazinam, Nishon yog'dusi kanali sizning xizmatingizdamiz. Bizda qoling, do'stlarga ham ulashing. Elimizning asl xalqimizda obro' topgan, elimizda e'tibor qozongan normatlar, Bo'ri bobomizni, Xonrat bobomizni 76 yoshlari bilan hamkorlikda assalomu alaykum. Bugun ajib hayajon, bugun quyosh o'zgarishlar, bugun sizni shirin orzular yana bir bor o'zgarishlar. Xudolarga o'xshagan gaplarni yaratganlarni so'ramatlarda sizga so'rab tillardan bugungi kun sabab ko'nglingiz ko'rsin, otajonlar bugun tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yaxshi kayfiyatda kunlarga vaqtdan Nishon yog'dusi kanali, otam, onam, xazinam yo'laklari. Edbek To'rayevning boshlovchi ustozi Qahramon Karim sizning xizmatingizda e'tibor markazingizda kerak ma'lumotlarni sajil qo'llarimizni, o'quvlarimizni va izzatli maydoniga chorlaymiz. Goh mahzun dilingga g'amlar to'lar ekan, goh butun, gohida kamlar to'lar ekan. Hayot maktabida buyuk muallim, birinchi ustozing otang bo'lar ekan. Ba'zan quvonch hamroh, ba'zida qayg'u, ba'zan umidlaring so'nar ekan mangu. Yiqilsang yoningda tirgak bo'lgan shu birinchi ustozing otang bo'lar ekan. Karvonsan, yo'lingda sarboning otang, jahon ichra yorug' jahoning otang, dunyoda eng ulug' insoning otang, birinchi ustozing otang bo'lar ekan. Hayotda uchraydi ming bir muammo, suzasan tashvishlar girdobi aro, mushfiq duogo'ying onangdir, ammo birinchi ustozing otang bo'lar ekan. Mayliga sevingin, mayliga o'rtan, sinovda tovlanmoq yigitga tan. Odamgarchilikni otangdan o'rgan, birinchi ustozing otang bo'lar ekan. O'rgatgan yaxshi yu yomon farqini, o'rgatgan to'rtala tomon farqini, qalbingga jo qilgan hayot darsini, birinchi ustozing otang bo'lar ekan. Yigitsan, dunyo kez, oshib tog'u qir, dilingni ezmasin zarra xavotir. Qaysi kasb boshini tutma baribir, ey birinchi ustozing otang bo'lar ekan. Yel yugur, noningni halol top, halol. Mehnating, zahmating kelmasin malol. Avvalo otangdan oq fotiha ol, birinchi ustozing otang bo'lar ekan. 5 kunlik dunyo bu, do'stu dushman ko'p,
ortingdan soyaday yurishar to'p to'p. Ey bag'ringga bosginu oyog'ini o'p. Birinchi ustozing otang bo'lar ekan. Hamisha men tomonim to'g'irlaydi yomonim, o'zimni qahramonim, hammadan so'zsizlarda. Baxtiyor yo'q menchalik, sizga qilay erkalik. Suyansam tog' yelkalik, hammadan so'zsizlarda. Erkak bo'ldi, er bo'ldi, zoti toza sher bo'ldi. O'g'lim mendan zo'r bo'ldi, hammadan zo'rsizlarda. Shiddat qo'shib shahrimga, omon bo'ling baxtimga. Sulton bo'ling taxtimga, hammadan zo'rsizlar. Otani duosida gap katta. Bekorga aytishmagan. Deyishadi oltin olma duo ol. Otajoning duosini olib qol. Shuni sen ey farzand bilib ol. Otasi duo qilgan yigit er bo'ladi. Otasi duo qilgan yigit sher bo'ladi. Agar ota o'g'lidan rozi bo'lar, u o'g'il yigitning xo'rozi bo'lar. Otasini ranjitgan bir tozi bo'lar. Otasi duo qilgan yigit er bo'ladi. Otasi duo qilgan yigit sher bo'ladi. Otani duosi o'q bo'ladi. Dushman u g'animlaring yo'q bo'ladi. Duo olgan farzand ko'zi to'q bo'ladi. Otasi duo qilgan yigit er bo'ladi. Otasi duo qilgan yigit sher bo'ladi. Agar ota o'g'lidan rozi bo'lar, u yigitni xo'rozi bo'lar. Otasini ranjitgan bir tozi bo'lar. Otasi duo qilgan yigit er bo'ladi. Otasi duo qilgan yigit sher bo'ladi. uzkids.net taqdim etadi. Mana keldi o'sha kunlar, orzular bo'ldi ijobat. Yetkazibdi ming shukrlar, joningiz sog' salomat. Ko'zingiz kulsin, yuzingiz kulsin, barcha shodlik sizga bo'lsin. Yoshlaringiz yuzga to'lsin. Bor bo'ling har dam, sog' bo'ling bardam, og'rimangiz hatto birdam. Hey, borligingiz bizga yordam. Taralsin qalbdan bu tarona, bugun shodlik kun shodiyona. Unutib g'amni shu bahona, davrada o'ynang ota-ona. Qalamlar tashlab dona-dona, ochilib yashnab yona-yona. Keldi siz kutgan bu zamona, davrada o'ynang ota-ona. Biringiz oy, biriz quyosh, parvonasiz kecha kunduz. Davramizni to'ldirib o'ynagan do'stlarimiz, qardoshlarimiz, farzandlar, jo'mardlarimiz omon bo'lishsin. Qolabilsa, Pali sahna maydoniga borib bobomizni, Xolmurod bobomizni tabriklash, qutlash maqsadida qadam rangida qilgan farzandlari, Muqaddas opamizni, Dilafruz opamizni Guldoz kartagina birlab Pali sahna maydoniga chorlaymiz. Assalomu alaykum. Aziz va mehmonlar, o'g'illarimiz, amakam, dadamni
jiyanlari, kelinlar, singillar, qizlar hammalaringizni mana shu bilan bugungi tadbirdagi 70 yoshli amakimni yoshlarini bilan birgalikda nishonlayotgan ekanmiz. Mana shu tadbirni tashkil etayotgan rahbarlari hammalaringizni mana shu tashkil qilingan tadbirda oyida mana chiqqan mevalarni qabul qilishni kelinlar olib nevara-chevaralik bo'lib yetishganlarni amakimni yoshiga kirib hammalaringizni ro'za Ramazon oyida baxt saodat qilgan hamma niyatlaringiz amalga oshishini tilakdoshman. Ilohim baxtli saodatli bo'linglar. Dadam uzoq umr bilan keyin ham ko'rishinglar amakimlar. Bravo she'ri bilan. Qarindoshlar, jiyanlar, amaki umalari biz hammamiz mana shu bugun dadamni tug'ilgan kunlari ekan, amakimni dadamga, amakimga uzoq umr tilayman, baxt saodat tilayman. Bizning boshimizga sog' salomat bo'lsin. Bunaqa yoshlar ko'plab ko'rishsin. Mana shu ro'za oyida nimaiki niyat qilgan bo'lsanglar, o'sha niyatlarga yetaylik. Doimo mana shu eng yomon kunlarimiz ham mana shunday bo'lib, hammamiz birga nishonlab, nevaralarni katta qilib, hamma baxtli bo'lsin. Dadam bilan ayamamiz ham boshimizga sog' bo'lsin. Amakim ham minglar kirsinlar. Nasib bo'lsa bundan keyin ham bundan yaxshi tug'ilgan kunlar, bayramlarni nishonlaylik. Rahmat hammalaringizga. Kechamizni asosiy qahramonlari, ota-onalarimiz, oqsoqollarimizni dildagi niyatlarini, tilaklarni, duolarini eshitamiz. Hurmatli aziz nevaralarim, kelinlarim, ukalarim, boybo'ydek o'tirgan nevara jiyanlar, hammalaringdan biz juda xursandmiz. Sizlarni borlaringga shukur. Mana shuncha qilib tashvish qilib, shu narsani olib kelib tashkillashtirganlaring uchun hammalaringga katta rahmat. Hammalaring oilalaring bilan baxtli bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Shu oilalaringdagi nevara chevarlarni to'ylariga bosh qosh bo'lib yuringlar, uzoq umr ko'ringlar, sog' bo'linglar. Bizning niyatimiz sog' bo'linglar, nimaiki orzu havaslaring bo'lsa shu amalga oshsin. Doimo mana shu bizani mana shunday nimaga olib turgan yigitlarga ham kattadan katta rahmat aytaman. Mana shunday elni ichida elni duosini olsin, bularning ishiga rivoj, sog'lik, salomatlik tilayman. O'g'illarim, kelinlarim, jiyanlarim, nevaralar hammalaringga katta rahmat deyman. Shu bizani hurmat qilib shunchalik qilgan Allohim shu bizani yoshimizga yetsin, undan ham katta yoshlarni ko'ringlar. Doimo sog' salomat bo'linglar. Niyatlari, tilaklari, islohlarga qo'shilgan holda sevgili o'g'illarimizni niyatlari, tabriklari, qutlug'lari bor ekan, farzandlarni hammasi bo'lgan bolamiz, ota-onalarimizni, singillarni, hozirgi momomizni tilaklariga quloq osamiz. Rahmat. Mana ikkalar kamon yuzlab kirsinlar, farzandlarini huzurini ko'rsinlar. Hamma jiyanlarimga kattadan katta rahmat shunchalar qilgani uchun. Men nima deyman? Mana gapirgan gaplarga qo'shilaman. Bu yil Ramazon inomimizga hammani yetkazsin. Akalarim yuzlab kirib, bizning tepamizga sog' bo'lsinlar har doim. Siz bizga rahmat tilagan katta rahmat shunchalik qilganlaringiz uchun. Tashkilotda Gullar guruhi e'tibor markazingizda o'rtash qahramon Karim Elbekto'rayev nishon yog'dusi kanali otam, onam, xazinam yo'laklari lavhasi birlab Bo'rbobo, Xolmurod bobo Normatovlarni tabriklariga azizlar. Bizda mana shunaqangi gaplar bizda qoling. Do'stlarga ham ulashing, eng yaxshisiga siz munosibsiz. Bahorda ne yeksang, dalangdan qaytur. Bog' urib tish cho'ksang, nolangdan qaytur. Otangni asrasang, do'stim, otangni asrasang,
bolangdan qaytir. Mayli charxingni toshi tez ketsa ketsin, otang ketmasin, onang ketmasin. Boshingdagi toju Ka'bang ketmasin.